Kayfiyatni ko'tarib olganimizdan so'ng, bugun sizlar bilan atirlar mavzusida gaplashamiz va 10 ballik sistemada baholayman va oxirida eng yoqtirgan atirimni ko'rsataman. Sizlar ham o'zlaring eng yoqtirgan atirlaringni kommentariyda ismini yozib qoldiringlar. Meni qanday duo qildingiz, ona? Omad ostonamni o'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz, ona? Alamlar qo'limdan qo'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz, ona? Tuproqni ushlasam o'zgarar zarga, g'animlar boshimga otgan toshlari yetib kelgunicha aylanar barga. Meni qanday duo qildingiz, ona? Yaxshilar o'radi to'rtta tomonim, avvallari biroz xudbinroq edim, endi sezilmaydi zarra yomonim. Meni qanday duo qildingiz, ona? Yonib kuymasam ham ishim yurishar, har kuni ko'nglimga kirmoq istashib, baxtlari eshigimda kutib turishar. Meni qanday duo qildingiz, ona?